Xo'p, Alina o'quv markazimiz 9-darsimizni Bismillahirrohmanirrohim. Endi o'rganib qolma. Xo'p, boshida biz harflarni tezroq o'qib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dadidu, dum, dub, duf, rid, zid, dad, darsu, daf'u, dabghu, dalku, dahru, duhnu, duldul, duldul, fudfud, hudhud, ushdud, ya'tadala, ya'tadilu, istarshada, yastarshidu, do, di, du. Xo'p, o'quvchilar bitta narsani aytib ketdik. Bu zod emas, bu do. Kitobda noto'g'ri yozib qo'yishim mumkin. Doifu, adlu, dohbu, dobtu, dofu, arudu, madrib, mindarob, idrib, tadribu, adribu, nadribu. Ittaraba, yattaribu, istad'afa, yastad'ifu. Endi da bilan doni farqi. Darsu, dorsu. Vad'u, vad'u. Ba'du, ba'du. Xo'p, keyingi harfimiz zal. Saqovchi ingliz tilida ham bor. Bu harfimiz za. Ya'ni ingliz tilida this deganlik so'zi. Xo'p, o'qiymiz bo'lmasa za, zi, zu, iz, muz, khuz, uz, zub, zuq, zar, munzu, iznu, bazlu, zikru, zihnu, zahab, mazhab, zahala, yazhalu, badala, yabdulu, azhaba, yudhibu. Zifru, zifru, bazlu, bazlu. Mana bitta oddiy za bo'lishi kerak edi. Bazlu, abzal, abzal. Xo'p, harflarimiz oxirgi harfi zo, zi, zu. Zon, zil, fa, qoz, haz, az, laz. Zofar, nazor, hazor, zomar, zolaf, aizon. Nasmu, zolfu, zilfu, hizlu, zulmu, zuhru, azhar, azfar, mazhar, manzor, mazhir, muzlim, zahara, yazharu, nazara, yanzuru, zalama, yazlimu. Intazama, yantazimu, ista'zama, yasta'zimu. Zafar, zafar, hazar, hadar, zahru, dahru. Go. Xo'p, da harfimizga fath qo'yilsa nima bo'lardi? Da. Xo'p, da harfimizga kasra qo'yilsa? Di. Xo'p, dal harfimizga domma qo'yilsa? Du. Xo'p, dal harfimizga domma qo'ysak? Du. Mim harfiga sukun qo'ysak? Ma. Hammasini qo'shib o'qisak? Dum. Yaxshi. Dal harfimizga domma qo'ysak? Negilar? Av dubdi shanchi kurov. Boshqatdan. Xo'p, dal harfimizga domma qo'yilsa? Du. Xo'p, ba harfimizga sukun qo'yilsa? B. Malaka harflar to'g'ri ketadimi? Qo'ymasdan qiling. Xo'p, dal harfiga domma qo'yilsa? Du. Voy, tezroq qilishim kerak. B. Ba harfiga sukun qo'ysa? B. Hammasini qo'shib o'qisak? Qilmasdi. Ijodtirma aytamiz. Hammasini qo'shib o'qisak? Oldin aytingni, keyin ko'ring mayli. Du. Xo'p. Dal harfiga domma qo'yilsa? Du. Xo'p, f harfiga sukun qo'yilsa? F. Hammasini qo'shib o'qisak? Duf. Xo'p, ro harfiga kasra qo'yilsa? Ri. Dal harfiga sukun qo'yilsa? D. Xo'p, hammasini qo'shib o'qisak? Ridi. Xo'p, z harfiga kasra qo'yilsa? Z. Zi. Zi. Dal harfiga sukun qo'yilsa? D.
ikkalasini qo'shib o'qisak, zidi, yaxshi. Da harfiga fath qo'yilsa, da, dal harfiga sukun qo'yilsa, da, ikkalasini qo'shib o'qisak, dadi, yaxshi. Dal harfiga fath qo'yilsa, da, ro harfiga sukun qo'yilsa, ra, ikkalasini qo'shib o'qisak, radi, ha? dar, Da. Xo'p, sin harfiga domma qo'yilsa, su, ikkalasini qo'shib o'qisak, dar su, xo'p. Dal harfiga fath qo'yilsa, da, xo'p. Fa harfiga sukun qo'yilsa, fa, ikkalasini qo'shib o'qisak, daf, ayn harfiga hop domma qo'yilsa, u, hop, u, 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 emas, u. u, Hop, hammasini qo'shib o'qisak, daf'u, hop. Dal harfiga fath qo'yilsa, da, hop. Ba harfiga sukun qo'yilsa, ba, g'oy harfiga domma qo'yilsa, u, hammasini qo'shib o'qisak, dabu, yaxshi. Dal harfiga fath qo'yilsa, da, lom harfiga sukun qo'yilsa, la, hop, ikkalasini qo'shib o'qisak, dal, kaf harfining o'ziga domma qo'yilsa, ku, hammasini qo'shib o'qisak, dal ku, dal harfiga fath qo'yilsa, da, ha harfiga sukun qo'yilsa, ha, ikkalasini qo'shib o'qisak, dahru, baraka topib dahlishingiz kerak. dah, Ro harfiga domma qo'yilsa, ru, hammasini qo'shib o'qisak, dahru, yaxshi. Dal harfiga domma qo'yilsa, du, ha harfiga sukun qo'yilsa, ha, ikkalasini qo'shib o'qisak, duh, nun harfiga domma qo'yilsa, nu, hammasini qo'shib o'qisak, duh, nu, yaxshi. Xo'p. Dal harfiga domma qo'yilsa, du, lomga sukun qo'yilsa, le, xo'p, hammasi ikkalasini qo'shib o'qisak nima bo'lar ekan? dul, Bu yoq ham xuddi shunaqa. Nima bo'ladi shuni o'qisak? dul, dul, Hammasi qo'shib o'qisak dul, yaxshi. Xo'p. Fa harfiga domma qo'yilsa, fu, dal harfiga sukun qo'yilsa, fud, de, fud, xo'p, bu yoq ham xuddi shunaqa. fud, fud, Yaxshi, hammasi o'qisa, fud. Yaxshi, keyingisi. Ha harfiga domma qo'yilsa, hu, dal harfiga sukun qo'yilsa, de, ikkalasini qo'shib o'qisak, hud, bu yoq ham xuddi shunaqa. hud, Hammasini qo'shib o'qisak, hud, hud, yaxshi. Alifga domma qo'yilsa, u, shin harfiga sukun qo'yilsa, she, ikkalasini qo'shib o'qisak, ush, xo'p. Dal harfiga domma qo'yilsa, du, keyin yana dal harfiga sukun qo'yilsa, de, hammasini qo'shib o'qisak, ushdude, yaxshi. Alifga kasra qo'yilsa, i, aynga sukun qo'yilsa, ole, a. ole, Xo'p. Ikkalasini qo'shib o'qisak, ya, ya. ya, Aha. Dal harfiga fath qo'yilsa, te, dal harfiga fath qo'yilsa, de, lom harfiga fath qo'yilsa, la, hammasini qo'shib o'qisak, iqtadala, yaqtadala. iqtadala, Yaxshi. Ya harfiga fath qo'yilsa, ya, aynga sukun qo'yilsa, ag'at, ya. ya, Aha. Dal harfiga fath qo'yilsa, te, xo'p, dal harfiga kasra qo'yilsa, di, lom harfiga domma qo'yilsa, lu, hammasini qo'shib o'qisak, ya'tadilu, ya'tadilu. ya'tadilu, Aha. Alifga kasra qo'yilsa, i, xo'p, sin harfiga sukun qo'yilsa, se, ikkalasini qo'shib o'qisak, te, is, aha. Dal harfiga fath qo'yilsa, te, ro harfiga sukun qo'yilsa, ra, hammasini qo'shib o'qisak, istar, shin harfiga fath qo'yilsa, she, dal harfiga fath qo'yilsa, de, hammasini qo'shib o'qisak, istarshadi, yaxshi. Ya harfini fath qo'yilsa, ya, sin harfiga sukun qo'yilsa, se, hammasini qo'shib o'qisak, yes, dal harfiga fath qo'yilsa, te, ro harfiga sukun qo'yilsa, ra, qo'shib o'qisak, yestar, shin harfiga kasra qo'ysak, shi, hop, dal harfiga domma qo'ysak, du, hammasini qo'shib o'qisak, yastarshidu. yaxshi. Abi 10-chi darsmi? 9. 9 kim u? Endi ertaga olaylik, iltimos. Hajam. O'zi kichkina kichkina o'zicha.
Это sık hujjalar bor do'stlar. Qiyinlar. Qur'onni boshlang'ich joyini qo'yamiz uni. Qisqartirib berish uchun. Xo'p. Bu harfimiz zot emas, dod bu. Kitoblarda noto'g'ri yozishadi, nuqul hammasida yoziladigani zot deb yozib qo'yishadi. Bu noto'g'ri, bunga dalil doroba deb yozib bera olasizmi? Doroba urdi deb qo'ysam. Misol uchun, doroba degani urdi degani. Bitta qilib ketasiz. Endi keyin darsimizga qaytamiz. Do harfiga fath qo'ysak, do bo'ladi. Nima bo'lar ekan? Do. Do harfiga kasra qo'ysak, Di. do harfiga domla qo'ysak, Du. xo'p, yaxshi. Do harfiga fath qo'yilsa, Do. ya harfiga sukun qo'yilsa, Ye. fe harfiga domla qo'yilsa, Fu. hammasini qo'shib o'qisak, Doifu. doifu degan mehmon degan. Ayn harfiga fath qo'yilsa, Aqar. ay. Xo'p. Dol harfiga sukun qo'yilsa, De. xo'p. D. Lom harfiga sukun qo'yilsa, Lu. hammasini qo'shib o'qisak, Abdulu. yaxshi. Do harfiga fath qo'yilsa, Do. h harfiga sukun qo'yilsa, X. b harfiga ham domla qo'yilsa, Bu. hammasini qo'shib o'qisak, Dohbu. yaxshi. Do harfiga fath qo'yilsa, Do. b harfiga sukun qo'yilsa, B. to harfiga domla qo'yilsa, Tu. hammasini qo'shib o'qisak, Dob. Dobtu. aha. Do harfiga fath qo'yilsa, Do. aynga sukun qo'yilsa, Aqar. hop, ikkalasini qo'shib o'qisak, Doa. do. F harfiga domla qo'yilsa, Fu. hammasini qo'shib o'qisak, Dofu. do'fu. Dofu. Hop, aynga fath qo'yilsa, Aqar. ar, Aqar. ar, ay, uzr, ar. Ro harfiga sukun qo'yilsa, Re. ikkalasini qo'shib o'qisak, Aqar. do harfiga domla qo'yilsak, Du. hammasini qo'shib o'qisak, Ardu. ardu degani yer degani. Mim harfiga fath qo'yilsa, Ne. do harfiga sukun qo'yilsa, Di. De. d. Hop, ro harfiga kasra qo'yilsa, Ri. b harfiga sukun qo'yilsa, B. hammasini qo'shib o'qisak, Mandarin. hop, mim harfiga kasra qo'ysak, Mi. dod harfiga sukun qo'ysak, De. ikkalasini qo'shib o'qisak, Ro. Mid. ro harfiga fath qo'yilsa, ro harfiga fath qo'yilsa, nima? Bittaning jingalab qarab, mana bitta olib qarab. Manta so'zkilar yo'qdiki. Ro harfiga fath qo'yilsa, Ro. b harfiga sukun qo'yilsa, Be. ha, hammasini qo'shib o'qisak, Midrob. hop, alifga kasra qo'yilsa, I. do harfiga sukun qo'yilsa, De. ikkalasini qo'shib o'qisak, Id. ro harfiga kasra qo'yilsa, Ri. b harfiga sukun qo'yilsa, Be. hammasini qo'shib o'qisak, Idrib. idrib degani, ya'ni dorobani amri, ya'ni ur degani. Doroba urdi degan bo'lsa, amr zamonida ur degani, ya'ni idrib bo'ladi. Xo'p, ta harfiga fath qo'yilsa, Ta. do harfiga sukun qo'yilsa, De. ro harfiga kasra qo'yilsa, Ri. b harfiga domla qo'ysak, Bu. hammasini qo'shib o'qisak, Tadribu. hop. Alifga fath qo'ysak, A. do harfiga sukun qo'ysak, De. ro harfiga kasra qo'ysak, Ri. b harfiga domla qo'ysak, Bu. hop, hammasini qo'shib o'qisak, Adribu. hop. Nun harfiga fath qo'yilsa, Ne. do harfiga sukun qo'yilsa, De. ikkalasini qo'shib o'qisak, Nad. ro harfiga kasra qo'ysak, Ri. b harfiga domla qo'ysak, Nadribu. yaxshi. Nadribu degani biz urdik degani. Alifga kasra qo'ysa, I. do harfiga sukun qo'yilsa, De. to harfiga ham fath qo'yilsa, To. ro harfiga fath qo'yilsa, Ro. b harfiga fath qo'yilsa, Be. hammasini qo'shib o'qisak, Idtorobo. ittoroba. Ittorobe. Yaxshi. Ya harfiga fath qo'yilsa, Ye. dod harfiga sukun qo'yilsa, Dot. D. De. ikkalasini qo'shib o'qisak, Id.
Yad. Yad. To harfiga fath qo'yilsa, To. ro harfiga kasr qo'yilsa, Ri. ba harfiga domma qo'yilsa, Bu. hammasini qo'shib o'qisak, Yaddoribu. yattaribu. Yaddoribu. Aha. Alifga kasr qo'ysak, I. hop, sin harfiga sukun qo'ysak, S. ta harfiga fath qo'yilsa, Ta. do harfiga sukun qo'yilsa, Do. birlashtirib o'qib bersak, Istadi. istadi. Hop. Aynga fath qo'yilsa, Al. fa harfiga ham fath qo'yilsa, Fa. hammasini qo'shib o'qisak, Is. istad'afa. Istad'afa. Yaxshi. Ya harfiga fath qo'yilsa, Ya. sin harfiga sukun qo'yilsa, S. aha. Ikkalasini qo'shib o'qisak, Yes. ta harfiga fath qo'yilsa, Ta. do harfiga sukun qo'yilsa, Da. qo'shib o'qisak, Yastadi. ayn kasra qo'ysak, ayn kasra qo'ysak, ayn kasra qo'ysak, ay. Ay. Fa harfiga domma qo'ysak, Fu. hammasini qo'shib o'qisak, Yastad'ifu. 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 Yaxshi. Hop. Bular bu xabardan qani yosh bo'lasizlar. Hop. Endi da bilan doni farqini aytib ketamiz. Xodasiz. Pista o'tiring, tushuntirishim kerak. Hop, dal harfi bilan dod harfi. Dal su, dor su. Vad'u, vad'u. Ba'du, ba'du. Zal harfiga fath qo'ysak, za bo'ladi. Nima bo'lar ekan? The. Za harfiga kasra qo'ysak, zi bo'ladi. Nima bo'lar ekan? The. Hop, zal harfiga domma qo'ysak, zu bo'ladi. Nima bo'lar ekan? Thu. Yaxshi. Alifga kasra qo'ysak, i bo'ladi. Nima bo'lardi? I. Za harfiga sukun qo'ysak, The. zal harfiga sukun qo'ysak, Id. za harfiga sukun qo'ysak, The. ikkalasini qo'shib o'qisak, Id. hop. Mim harfiga domma qo'yilsa, Mu. zal harfiga sukun qo'yilsa, The. ikkalasini qo'shib o'qisak, Muz. hop. Ho harfiga domma qo'yilsa, Hu. Uchinchisi. ho harfiga domma qo'ysak, Hu. zal harfiga sukun qo'ysak, The. hammasini qo'shib o'qisak, Hud. xuz degani ber degani. Arab tilida ayn harfiga domma qo'ysak, Ru. u. Ru. Nima bo'lar ekan? Ru. Zal harfiga sukun qo'ysa, The. hop. Birlashtirib o'qisak, Ud. hop. Zal harfiga domma qo'ysak, Zu. ba harfiga sukun qo'ysak, Be. hammasini qo'shib o'qisak, Zub. zal harfiga domma qo'ysak, Zu. qof harfiga sukun qo'ysak, Q. hop. Birlashtirib o'qisak, Zuq. zal harfiga fath qo'yilsa, The. ro harfiga sukun qo'yilsa, Ra. birlashtirib o'qisak, The. nima deysiz? The. Mim harfiga domma qo'yilsa, Mu. nun harfiga sukun qo'yilsa, Ne. ikkalasini birlashtirib o'qisak, Mun. zal harfiga domma qo'yilsa, Zu. hammasini qo'shib o'qisak, Munzu. yaxshi. Alifga kasra qo'ysak, I. zal harfiga sukun qo'yilsa, The. hop. Ikkalasini birlashtirib o'qisak, Iznu. Id. nima bo'lar ekan? Id. Nun harfiga domma qo'yilsa, Nu. hop, birlashtirib o'qisak, Iznu. ba harfiga fath qo'yilsa, Be. zal harfiga sukun qo'yilsa, The. lom harfiga domma qo'yilsa, Lu. hammasini qo'shib o'qisak, Badlu. hop. Zal harfiga kasra qo'ysak, Zi. kaf harfiga sukun qo'ysak, Ke. ikkalasini qo'shib o'qisak, Zik.
ro harfiga domma qo'ysak, ru, hammasini qo'shib o'qisak, zikru, yaxshi. Z harfiga kasra qo'yilsa, zi, h harfiga sukun qo'yilsa, h, ha? h, Ikkalasini qo'shib o'qisa dommi? h harfiga sukun qo'ysak, Ha, bo'pti. Ikkalasini qo'shib o'qisak, zik, nun harfiga domma qo'yilsa, nu, ikkalasini qo'shib o'qisak, ziknu, z harfiga fath qo'yilsa, z, h harfiga ham fath qo'yilsa, h, ikkalasini qo'shib o'qisak, zah, zahar, b harfiga sukun qo'ysak, zahab, zahab. Xo'p, mim harfiga fath qo'yilsa, ma, zal harfiga sukun qo'yilsa, z, ikkalasini qo'shib o'qisak, mad, h harfiga fath qo'yilsa, ha, b harfiga sukun qo'yilsa, b, hammasini qo'shib o'qisak, madhab, yaxshi. Z harfiga fath qo'yilsa, d, h harfiga fath qo'yilsa, ha, lom harfiga fath qo'yilsa, la, hammasini qo'shib o'qisak, zahala, yaxshi. Y harfiga fath qo'yilsa, ya, zal harfiga sukun qo'yilsa, z, ikkalasini qo'shib o'qisak, yad, h harfiga fath qo'yilsa, ha, lom harfiga domma qo'yilsa, lu, hammasini qo'shib o'qisak, yadhalu, b harfiga fath qo'yilsa, ba, z harfiga fath qo'yilsa, za, lom harfiga ham fath qo'yilsa, la, hammasini qo'shib o'qisak, badala, badala, yaxshi. Y harfiga fath qo'yilsa, ya, b harfiga sukun qo'yilsa, ba, ikkalasini qo'shib o'qisak, yab, zal harfiga domma qo'yilsa, zu, lom harfiga domma qo'yilsa, lu, hammasini qo'shib o'qisak, yabdulu, alifga fath qo'yilsa, a, zal harfiga sukun qo'yilsa, z, ikkalasini qo'shib o'qisak, ab, h harfiga fath qo'yilsa, ha, b harfiga ham fath qo'yilsa, ba, hammasini qo'shib o'qisak, ashaba, yaxshi. Y harfiga domma qo'yilsa, yu, z harfiga sukun qo'yilsa, z, ikkalasini qo'shib o'qisak, yud, h harfiga kasra qo'ysak, hi, b harfiga domma qo'yilsa, hu, hammasini qo'shib o'qisak, yuzhibu, yaxshi. Xo'p, endi zal bilan zani farqi. Zifru, bazlu, yo'l noto'g'ri yozilib ketgan, oddiy z bo'lishi kerak. Bazlu, abzal. Xo'p, oxirgi harfimiz zo harfi. Xo'p, zo harfiga fath qo'yilsa, zo bo'ladi. Nimalar ekan? zo, Zo harfiga kasra qo'ysak, zi, zo harfiga domma qo'ysak, zu, xo'p. Endi harflarni sizlar o'qib olasizlar. Endi oxirgi harfni o'zim o'qib beraman. Faqat zon, zil, qoz, haz, az, laz, zofa, nazo, hazo, zomar, zolaf, izon, nazmu, zolfu, zilfu, hizlu, zulmu, zuhru, azhar, azfar, mazhar, manzor, mazhir, muzlim, zahara, yazharu, nazara, yanzuru, zalama, yazlimu, intazama, yantazimu, ista'zama, yasta'zimu. Endi bu yerda farqlari. Farq shundaki, za bilan zo farqiga tortiladi. Zafar, zofar. Endi zo bilan doni farqi. Hazor, hador. Ko'pchiliklar mana buni zo bilan ikkalasini bir xil deb o'ylaydi. Noto'g'ri. Bu zo, bu do. Bola dorini ham do bo'ladi. Bu zosi. Hazor, hador. Zahru, keyingisi dahru.这